Assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, Sirdaryoda baliq ovida, go'zal tabiatda, o'zim yoqtirgan uslubda go'shtlari yumshoq, sabzavotlari dona-dona bo'lib turadigan dimlama hamda baliq ovidan qiziqarli lavhalarni ko'rsataman. Videoni oxirida tutilgan baliqni nima qilganimni ko'rsataman. Videoni saqlab qo'yishni unutmanglar. Birinchi bo'lib ozroq qo'y dumbasini jizza qilib olib, yog'ida go'shtlarimizni tillarang qilib qovurib olamiz. Tabiat qo'ynida qarmoqlarni otib qo'yib, baliq tortishini kutib, jizzalarni yeb o'tirish boshqachada. Go'sht qovurilib bo'lgandan so'ng qozonni olib turib, kartoshkalarni ham qizartirib olamiz. Shunda dimlamamiz yana ham mazali va chiroyli chiqadi. Go'sht bilan kartoshkaga tuz va ziravorlarni sepib, ustidan jo'xori, piyoz, pomidor, 2 xil bulg'or qalampiri, karom va ozroq tuz sepib, yana ham mazali bo'lib sho'rvalarga non botirib yeyishlik bo'lish uchun ozroq sariyog' qo'shib yuboramiz. So'ng yana ozroq ziravorlar, sarimsoq, piyoz, ko'kat olib qo'ygan jizzamiz, ozroq suv solib, past olovda 2 soat dimlab qo'yamiz. Ovqat pishguncha maza qilib baliq qildik. O'zi ham har xil turdagi baliqlar. Baliqdan tashqari chig'anoq bilan krevetka ham tushib qoldi. Tabiatdan maza qilib bahra oldik. Bu orada qornimiz ochganda ovqatimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Videoda ko'rsatilgandek qilib har bitta mahsulotni dona-dona qilib sussanglar, ezilib ketmasdan ko'rinishi ishtahochar bo'lib turadi. Kunimiz juda ham zo'r o'tdi. Kim bilan shunaqa dam olish istagan bo'lsanglar, o'zlariga jo'natib xursand qilib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.